Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, yana sizlar bilan Mezuz blog matematika darslarini yozishni boshlaymiz, davom etamiz. Arifmetik progressiya uning yig'indisi mavzusiga kelib to'xtagan edik. Ancha uzilishlar bo'ldi darslarda. Bir yilcha davom ettira olmadik. Nasib bo'lsa, endi to'xtatmasdan to'liq darslarni davom ettiramiz. Xo'p, 43-darsga kelib qoluvdik. Ya'ni geometrik progressiya va uning yig'indisi mavzusiga kelib to'xtagan edik sizlar bilan. Dars o'tish jarayonida. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Demak, arifmetik progressiyada ko'ruvdik. Progressiya bu o'zi sonli ketma-ketlik, ma'lum bir qonuniyat bo'yicha berilgan sonli ketma-ketliklar bo'ladi. Aynan shularning ichidan ikkitasi arifmetik va geometrik progressiyaga misol bo'la oladi. Demak, biz ketma-ketlik yozamiz. 2 5 8 11 14 17 20, masalan 23. E'tibor berayotgan bo'lsangizlar, bu yerda 2 5, ya'ni plus 3 qilinyapti. 5 8 plus 3 qilinyapti. Yana 8 11 plus 3 qilinyapti. Bu o'tgan safar o'tgan mavzumiz bizlarda arifmetik progressiya bo'ladi. Arifmetik progressiya. Bu yerda D bor edi, ya'ni ayirmasi, arifmetik progressiya ayirmasi bizlarda 3 ga teng edi. Bugungi sonli ketma-ketligimizda birinchi sonni 2, keyingisini keyinlar 6 deb olaylik. Keyingi sonimiz 18, 54, 162, 486. Demak, mana bu ketma-ketlik bizlarda geometrik progressiyaga misol bo'ladi. Nimaga geometrik progressiya deyilgan? Agar arifmetik progressiya biron songa ortadigan yoki biron songa kamayadigan bo'lsa, geometrik progressiya biron son marta ortadi va o'sha son marta kamayishi ham mumkin. Demak, ya'ni ortishi ham kamayishi ham mumkin. E'tibor berayotgan bo'lsangizlar, 2 6 nimaga ortyapti? 3 marta ortyapti. 6 18. Bu yerda ham 3 marta ortyapti. 18 va 54. Bu yerda ham 3 marta ortyapti. Bir xil marta, ya'ni oldingi son mana 16 18 dan 3 marta kichkina. Bu yerda ham xuddi shunaqa 3 marta, bu yerda ham xuddi shunaqa 3 marta ortyapti. Demak, arifmetik progressiyani hadlarini bizlar A1, A2 deb olgan bo'lsak, geometrik progressiya hadlari B1, B2, B3, B4 va hokazo Bn ko'rinishda bo'ladi. Bu bizlarda geometrik progressiya hadlari. Ya'ni B1, B2, B3, B4 va hokazo Bn. Demak, n yana bu yerda hadlar soni. Ya'ni nechta hadi borligi. Masalan, yuqoridagi yozgan geometrik progressiyamizda 6 ta hadi mavjud. Va keyingi narsa bor bizlarda qu. Xo'p, arifmetik progressiyada nima bor edi bizlarda? Yuqoriga yozib qo'yamiz. D bor edi, ya'ni bu ayirmasi edi. Qanchaga farq qilayotgani. Geometrik progressiyada xuddi shu narsani qu bilan belgilaymiz va buni mahraji deb olamiz. Mahraji. Ya'ni qu mahraj, geometrik progressiya mahraji. Mahraj deb yozib qo'yaylik, mahraj. Xo'p, yuqoridagi misolda bizlarda bu yerda qu nechiga teng? Qu 3 ga teng. 3 marta ortayotgani uchun. Demak, geometrik progressiya mahraji qu. Xo'p, asosan shu narsalar, ya'ni A1, A2 ning o'rnida B1, B2, n hadlar soni qu mahraji. Asosiy formulalarni yozishni boshlaymiz. Xo'p, qanaqa formulalar bor? Ya'ni n'inchi hadini topish formulasi bor. Birinchi, biza yozishimiz kerak bo'lgan birinchi formula Bn. Ya'ni bu arifmetik progressiyada An edi, rekurrent formula geometrik progressiyada Bn bo'ladi. Bn barobar B1 ko'paygan q ni n minus birinchisi. Misol uchun B6 ni topmoqchi bo'lsak, B6 barobar B1 ko'paygan q ni 6 minus birinchisi, ya'ni q ni 5-chisi bo'ladi. Yoki B11 barobar B1 ko'paygan q ni 11 minus birinchisi, ya'ni q ni 10-chisi hosil bo'ladi. Tushunarli, bu ikkita formula, ya'ni ikkita misol. Asosiy formula Bn barobar B1 ko'paygan q ni n minus birinchisi. Demak, bu bizlarda birinchi formula.
va unga ikkita misol. Masalan, sizlarda geometrik progressiyani birinchi hadini beradi, 3 ga teng, q ni beradi 2, 8-hadini toping. B8 ni mana shu formula bilan topsak bo'ladi. Mayli, misol uchun, demak, bizlarga berilgan B1 3 ga teng, q 2 ga teng, B8 ni topishimiz kerak. Demak, B8 ni topishimiz uchun B1 ko'paygan q ni 8 minus birinchisi. Ya'ni B1 3 ga teng, ko'paytiramiz q 2, 2 ni 7-chisi. Demak, 3 ko'paygan 2 ni 7-chisi 128, ko'paytiradigan bo'lsak 384 chiqar ekan. Geometrik progressiyani 8-hadi 384 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misol bizlarda ikkinchi formula. Xo'p, yana xuddi shu formula bn barobar. Faqat bizlarda b1 emas, ixtiyoriy bitta hadi berilgan bo'lsin. Masalan, bm ko'paygan q ni n minus m'chisi hosil bo'ladi. Misol uchun b17 teng b5 ko'paygan q ni 12-chisi. Agar sizga b17 ni topish kerak bo'lsa va b5 va q ni bergan bo'lsa, shu formuladan foydalansak bo'ladi. Ya'ni b1 ni topib, keyin b17 ni topgandan ko'ra bittada mana shu formuladan foydalanish osonroq bo'ladi. Yoki b8 barobar b3 ko'paygan q ni 5-chisi. Bu formuladan teskari foydalansak ham bo'ladi. Masalan, b4 barobar b14 taqsim q ni 10-chisi. Ya'ni 10 bu yerda darajada. Bu formula b4 ni topish, ya'ni bizlarda b14 ni beradi, q ni beradi va b4 ni toping degan misol berishi mumkin. Masalan, misol uchun b3 8 ga teng, q 1 taqsim 2 ga teng. b5 ni topishimiz kerak. Shu formuladan foydalansak bo'ladi. b5 barobar b3 ko'paygan q ning 2-darajasi. Demak, b3 bizlarda 8 ga teng, ko'paytiramiz q 1 taqsim 2, 1 taqsim 2 ning kvadrati 1 taqsim 4. 8 ko'paytiramiz 1 taqsim 4. Demak, hosil bo'ladi bizlarda 2. b5 2 ga teng bo'lar ekan. Ikkinchi formulani mana shu misollarda qo'llasak bo'ladi. Geometrik progressiyada. Demak, tushunib oldingizlar, geometrik progressiya bo'lish uchun biron marta ortib borishi yoki biron marta kamayib borishi kerak. Xo'p, agar q 1 bo'lishi ham mumkin, ya'ni qanaqa holat, endi uni geometrik progressiya deb qarab bo'lmaydi. 8 8 8 8 8 bu ham bizlarda geometrik progressiya bo'laveradi, 8. Faqat bu yerda q 1 ga teng. Bu ketma-ketlik arifmetik progressiya ham bo'ladi. D 0 ga teng. Endi buni ketma-ketlikni arifmetik geometrik deyish kerak emas, chunki bu yerda hamma hadi bir xil. Lekin arifmetik progressiyaga misol bo'la oladimi, geometrik progressiyaga misol bo'la oladimi desa, ha, bo'la oladi deyiladi. Faqat hadlari bir xil. Ya'ni D 0 ga teng, q 1 ga teng bo'lgan holat. Geometrik bo'ladigan bo'lsa q 1 ga teng, arifmetik bo'ladigan bo'lsa D 0 ga teng bo'lgan arifmetik progressiya va q 1 ga teng bo'lgan geometrik progressiya misol bo'ladi. Keyingi misol formulamiz bizlarda 3-formula. Demak, ikkinchi formula va uni qo'llanishini foydalandik. Bu bizlarda qo'shimcha edi. Qo'shimcha o'zim uchun yulduz chop qo'yaman. Bu bizlarda qo'shimcha misol, ya'ni sizlar uchun ma'lumot, qo'shimcha. Shunaqa savollar kelgan. 5 5 5 5 5 ketma-ketlik arifmetik progressiya bo'la oladimi? Ha, chunki D 0 ga teng. Shu ko'rinishdagi misollar kelgan. Xo'p, 3-formulani ko'ramiz. 3-formulaga ikkita formula yozaman birdaniga. Xo'p, qanaqa formula bizlarda arifmetik progressiyaga o'xshaydi? bn-1 ko'paytiramiz, bn+1 teng bn ni kvadrat. Yoki xuddi shu formulani bn-m ko'paytiramiz bn+m teng bn ni kvadrat ko'rinishda yozsak bo'ladi. Xo'p, buni ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Masalan, bn ni shu bn ni b8 deb olsak, ya'ni n ni 8 deb olsak, n 8 bo'lsa, bn-1, ya'ni b7
Ko'paytiramiz. Bn plus 1 B9 bizlarda nimani beradi? Bn ni kvadrati, ya'ni B8 ni kvadratini beradi. Ikkita yon tomondagi hadlarni ko'paytmasi o'rtadagi hadning kvadratiga teng bo'ladi. Shu ko'rinishda talqin qilsak bo'ladi formulani. Yoki n ni o'rniga 10 ni qo'yadigan bo'lsak, masalan n teng 10 bo'ladigan bo'lsa, B9 ko'paytiramiz B11 teng B10 ni kvadrati bo'ladi. Bu 3-formulani talqini. Endi 4-formulada shuni umumiy holatda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni n ni 5, m ni 3 deb qaraydigan bo'lsak, bn minus m, ya'ni b2 bo'ladi. Ko'paytiramiz bn plus m, b8 bo'ladi. Mana n minus m 5 minus 3 2 va b5 plus 3 8 teng bn ni kvadrati, b5 ni kvadrati hosil bo'ladi. 2 va 8 ni o'rtasidagi had bu b5 yoki b1 ko'paytiramiz b nechi 11 teng b6 ni kvadrat desak ham bo'laveradi. Ya'ni n ni 6 deb olyapmiz, m ni 5 deb olyapmiz. Bu formuladan ham ko'p foydalansak bo'ladi. Arifmetik progressiyada ham xuddi shuni alternativ varianti bor edi, ya'ni shunga o'xshash variant bor edi. Asosan geometrik progressiyaga doir misollarda mana bu ikkita formula juda qo'l keladi bizlarga misollar yechayotganda. Eslab qolish kerak geometrik progressiya misollarini. Hozir o'sha dolzarb bo'lgan milliy sertifikat imtihonlarida ham juda ko'p tushadi bu ko'rinishdagi misollar. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi bizlarda keyingi formula 4-formula deb qaraymiz. Buni demak, buni tushuna olgan bo'lsangizlar, 3-formulani o'tkazib yozib olsangizlar bo'ladi. Xo'p, misollar ham ko'rsataman, formulalar yozib bo'lgandan keyin. Demak, bizlarda navbatdagi 4-formula. Xo'p, 3-formulani yozdik. Ikkita ko'rinishini ham 4-formula bizlarda qaysi formula bo'ladi? 4-formula bu ham arifmetik progressiyada bor edi, faqat yig'indi shaklda bo'lardi. Bn ko'paytiramiz bm teng bk ko'paytiramiz bl. Xuddi shu formulani an plus am teng ak plus al ko'rinishida yozgandim. Bunda faqat shart bajarilishi kerak, n plus m teng k plus l bo'lishi kerak. Ya'ni indekslar yig'indisi teng bo'lsagina yuqoridagi formula o'rinli bo'ladi. Masalan, b3 ko'paytiramiz b11 teng 3 ga 11 qo'shsak 14. 14 bo'ladigan ikkitasi b6 ko'paygan b8 ko'rinishida yozsak yoki b4 ko'paytirilgan b10 ko'rinishida yoki b1 ko'paytirilgan b13 ko'rinishida yoki yana qanaqa ko'rinishda b7 ni kvadrat qilib yozsak ham bo'laveradi, ahamiyati yo'q. Baribir o'sha yuqoridagi formulaga tushib qoladi. Asosiy narsa indekslarning yig'indisi teng bo'lsa, ularni ko'paytmasi bir-biriga teng bo'ladi. Keyingi misol b81 ko'paygan b19, demak 81 ga 19 ni qo'shsa 100 bo'ladi. Buni biz xohlasak b40 ko'paytirilgan b60 ga ham teng bo'ladi. Asosiy shart indekslar yig'indisi teng bo'lishi kerak. Tushunarli bo'ldimi? 4-formula ham. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, kelinglar bir ikkita misol ko'ramiz. Xo'p, qanday misollar? Xo'p, kechirasizlar. Demak, keyin bitta misol ko'raylik. Demak, misollar. Yuqoridagi formulaga doir misollar ko'ramiz. Birinchi misol. Misol 1. Xo'p. Demak, birinchi misol bizlarda beryapti. Agar q teng 1/4 bo'lsa va b3 teng 2 bo'lsa, b5 plus b1 ni toping deyapti. Demak, har birini alohida topib olamiz bu misolda. b5 ni topadigan bo'lsak, b5 barobar b3 ko'paygan q ni kvadrati bo'ladi. Nimaga? Chunki boya formula yozdim. bn barobar bm ko'paygan q ni n minus m'inchisi. Ikkinchi formula edi. b3 bizlarda 2 ga teng. q ni kvadrati 1/16 hosil bo'ladi. 2 ni 1/16 ga ko'paytirsak 1/8. b5 ni aniqladik. Xo'p, b1 ni topish uchun nima qilamiz? b1 ni topish uchun b3 ni q kvadratga bo'lamiz. Yuqorida ko'paytirgan bo'lsak, endi bo'lishimiz kerak. Demak, b3 bizlarda chiqadi 2 berilgan, q kvadrat 1/16.
Hisoblab oladigan bo'lsak 16 yuqoriga chiqadi 32. 32 va 1 taqsim 8 qo'shishimiz kerak. 32 qo'shamiz 1 taqsim 8. Bu bizlarda 32 butun 1 taqsim 8 hosil bo'lar ekan. Demak javobimiz 32 butun 1 taqsim 8 ga teng bo'ldi. Birinchi misol tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'taman. Ikkinchi misol. Har bir formulaga doir misollar ko'rsatib ketaman. Keyinlar mana bu misol berilgan ekan bizlardan. Xo'p, geometrik progressiya mahrajini toping. Demak, qus topish so'ralyapti. Geometrik progressiya mahrajini toping. Quni topishimiz kerak. Agar B5 teng minus 1 taqsim 2 va B8 teng 32 bo'lsa, quni topishimiz kerak. Bizda qaysi formula bor? B8 barobar B5 ko'paygan quni 3-darajasi, ya'ni q kub formula bor. B8 ni o'rniga qo'yib olamiz 32 ni teng B5 minus 1 taqsim 2 ko'paygan quni 3-si. Hisoblab oladigan bo'lsak, minus 1 taqsim 2 ko'paytiruv bo'lib o'tadi, 2 bo'lib ko'paytiriladi. Minus 64 teng quni kubi hosil bo'ladi. Demak, qaysi sonning kubi minus 64? Minus 4 ni. Demak, q barobar gal tomondan kub ildizi chiqazib oldik. Q barobar minus 4. Geometrik progressiya mahraji minus 4 ga teng ekan. Yana bitta mana shu yerda qo'shimcha aytib ketaman. Agar geometrik progressiya mahraji manfiy son bo'lsa, u ishoralari almashinuvchi geometrik progressiya bo'ladi. Ya'ni ishorasi almashinuvchi degani bittasi 8 bo'lsa, keyingisi masalan minus 2 q bo'ladigan bo'lsa 16 bo'ladi. Keyingisi 32 bo'ladi. Keyingisi minus 64 bo'ladi. Ishorasi almashadi degani agar q kichkina 0 shart bajariladigan bo'lsa, faqatgina mana shunaqa q kichkina 0 da ishoralar o'zgaradi. Bu ertaga sizlarga misolda ishorasi almashinuvchi geometrik progressiya deb kelganda shu formuladan foydalansangizlar bo'ladi. Ya'ni q har doim 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Xo'p, navbatdagi 3-misolni ko'ramiz. 3-misol bizada berilgan ekan, B8 minus 2 ga teng va B16 minus 72 ga teng bo'lsa, B12 ni topishimiz kerak. Demak, qaysi formula? 3-formulani ikkinchisidan foydalanamiz. Ya'ni B12 minus 4 ko'paytiramiz. B12 plus 4 teng B12 ni kvadrati. B12 minus 4 deganimiz o'sha n minus m, n plus m ga to'g'ri kelyapti. B8 ko'paytiramiz B16 teng B12 ni kvadrati. Olib kelib o'rniga qo'yadigan bo'lsak, minus 2 ko'paytiramiz minus 72 teng B12 ni kvadrati. Bu hosil bo'ladi 144 teng B12 ni kvadrati. Bundan kelib chiqadi B12 barobar plus minus 12. Endi buni plus minus ikkala javobni ham olsangizlar bo'ladi. Chunki bu yerda aniq aytish qiyin. Juft xat bo'lgani uchun bitta plus, bitta minus bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Endi imkoni boricha minus 12 ni olganlaringiz yaxshiroq. Chunki bizlarda xo'p, quni 4-chisi 4 ga teng bo'ladi. Ildiz osti 2 hosil bo'ladi. Bu yerda minus 12 ni olganlaringiz yaxshiroq. Endi ishorasini aytmagan bo'lsa, lekin ikkalasini ko'paysa 144 bo'ladi. Plus 12 javob ham, minus 12 javob ham qanoatlantiradi. Xo'p, keyingi misolga keladigan bo'lsak, keyingi misol bizlarda masala ko'rinishida berilgan 4-misol. Xo'p, bu qanday misol? 4-misol. Geometrik progressiyaning 3 va 7 hadlari 3 va 27 ga teng bo'lsa, masala qilib bergan. B3 teng 3, B7 teng 27 ga teng bo'lsa, uning 5-hadini toping. Ya'ni B3 ni ko'paytirsak B7 ga, bu B5 ning kvadrati hosil bo'ladi. B3 3 ga teng, ko'paytiramiz B7 27 teng B5 ning kvadrati. Ya'ni B5 ning kvadrati bo'ladigan bo'lsa, bu 81. 81 teng B5 ning kvadrati. Demak, B5 teng nima bo'ladi? 9 hosil bo'ladi.
Chunki orasida q kvadrati bor, musbat bo'lsa musbat bo'ladi. Yuqoridagi misolda ham o'sha orasida q ni 4-chisi bor, -12 olganlaringiz yaxshiroq. Ya'ni yuqoridagi misolda ham plus minus emas, -12 ni o'zi javob bo'ladi. Bu misolda ham B5 9 ga teng bo'ladi. -9 qanoatlantirmaydi. Xo'p, keyingisi bizlarda nima? Keyingi misol geometrik progressiya asosan shunga doir. Xo'p, davom etamiz mavzuni. Geometrik progressiya yig'indisi bor. Ya'ni geometrik progressiya yig'indisi bu ham alohida mavzu. Buni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, geometrik progressiya yig'indisi deb mavzu qo'yamiz. Geometrik progressiya yig'indisi. Xo'p. Mavzu ichida shu mavzuni geometrik progressiya yig'indisi. Xo'p, bu nima? Ya'ni arifmetik progressiya yig'indisi bo'lgandek, geometrik progressiyada ham yig'indi bor. Bu yerda ham Sn bilan belgilaymiz. Bu geometrik progressiya yig'indisi. Ya'ni geometrik progressiyani hadlarini qo'shib chiqishimiz kerak. B1, B2, B3 va hokazo Bn gacha. Mana shu narsa geometrik progressiya yig'indisini beradi. B1 dan Bn gacha bo'lgan yig'indi. Xo'p, bu asosiy formula, ya'ni nimani beradi bu? Nima ekanligini tushunishlaringiz kerak. Buni lekin bu formula bilan hisoblashimiz juda qiyin va juda xato bo'ladi. Ancha vaqtimiz ketib qoladi yig'indini hisoblash uchun. Asosiy formula bor. Sn barobar B1 ko'paygan 1 minus q ning n'inchisi taqsim 1 minus q ko'rinishda. Yoki Sn barobar B1 ko'paygan q ni n'inchisi minus 1 taqsim q minus 1. Qaysi formuladan foydalanishlaringiz ahamiyati yo'q. Ikkalasi ham bir xil narsani bildiradi. B1 ko'paygan 1 minus q ni n'inchisi taqsim 1 minus q yoki B1 ko'paygan q ni n'inchisi minus 1 taqsim q minus 1. Ikkalasi ham geometrik progressiya yig'indisini ifodalaydi. Demak, Sn bu yerda yig'indi, B1 birinchi hadi, q mahraji, n hadlar soni yozib qo'yamiz. Demak, Sn yig'indisi, ya'ni nima ekanligini yozib qo'ysak, ertaga sizlarda muammo bo'lmaydi. B1 birinchi hadi, B1 birinchi hadi, keyingisi n hadlar soni, nechta hadini yig'indisini so'rayotgan. Masalan, S7 bo'lsa n o'rnida 7 keladi. Xo'p, va q bizlarda mahraji. Geometrik progressiya mahraji. Masalan, S5 ni so'rasa, biza B1 ko'paygan q ni 5-chisi minus 1 taqsim q minus 1 formuladan foydalansak bo'ladi. Ya'ni nechta hadi yig'indisi berilgan bo'lsa, shundan foydalansak bo'ladi. Asosiy formula mana shu. Yana bitta narsani aytib ketsam bo'ladi mana bu yerdan. Agar Sn minus Sn minus 1 bo'lsa, bu bilasizlar, arifmetik progressiyada An ni bergan bo'lsa, bu yerda Bn ni beradi. Ya'ni S8 minus S7 oladigan bo'lsak, bu bizlarda B7 ga teng bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz va bitta misol ko'ramiz. Xo'p, bizlarga berilgan ekan misol. Demak, birinchi misol yig'indiga doir ikkita misol ko'ramiz. Xo'p, B6 teng 160 ga va B3 teng 20 ga bo'lsa, S4 ni topishimiz kerak. Demak, S4 bu B1, B2, B3, B4 ni yig'indisi. Keyin biz q ni topib olsak bo'ladi hozir mana shu yerdan. B6 barobar B3 ko'paygan q ni kubi. Yuqoridagi formula asosida 160 teng B3 20 ko'paygan q ni kubi. Tushunarli bo'lyapti. B6 ni o'rniga olib kelib qo'ydim, B3 ni o'rniga ham olib keldim. Bular shartda berilgan. Hisoblab oladigan bo'lsam 20 bo'lib o'tadi. 80 barobar q ni kubi. Q bizlarda 2 ga teng chiqadi. Ya'ni geometrik progressiya mahraji 2 ga teng. 2 ga teng bo'ldi. Endi B1 ni topishimiz kerak. B1 barobar B3 taqsim q kvadrat. B3 bizda 20 ga teng.
taqsim q kvadrat 2 ni kvadrat 4. 20 taqsim 4 bizda 5 ga teng bo'ladi. B1 bor, n bor va q bor. N o'sha S4 bo'lgani uchun n ham 4 ga teng bo'ladi, 4. Demak, S4 barobar B1 5 ko'paygan q'ni n'inchisi, ya'ni 2 ni 4-inchisi minus 1 taqsim 2 minus 1. Hisoblab oladigan bo'lsak, 2 ni 4-inchisi 16, 1 ni ayirsak 15. 5 ni 15 ga ko'paytirsak 75 taqsim 1. Javob 75 ga teng bo'ladi. Mana shu formula orqali geometrik progressiya yig'indisini hisoblasak bo'ladi. Xo'p, navbatdagi misolni ko'ramiz. 60. Xo'p, yechayotgan kitobimizda 62-misol ekan. Bizda ikkinchi misol geometrik progressiyaga doir. Yig'indini hisoblang deyilgan. 1 taqsim 3 1 taqsim 9 dan boshlangan plus 1 taqsim 3. Keyingisi 1 bo'ladi, bilasizlar. Keyingisi 3, keyingisi 9 bo'ladi, plus va hokazo. Plus 81 gacha ketgan. Endi o'rtada bitta son bor o'zi. Va hokazo yozdik bu yerda. Demak, shu yerda q'ni aniqlash uchun son necha marta ko'payyapti? Shuni qarasak bo'ldi. Demak, 3 edi mana bu yerda. 3 edi 9 bo'lyapti. Demak, 3 marta ko'payyapti. Shundan bilsak bo'ladi bizlar q 3 ga teng. Xo'p, B1 bizada berilgan 1 taqsim 9. Bn deb olamiz. Endi 81 nechanchi hadaligini bilmaymiz. O'sha n ni aniqlab olishimiz kerak. Keyin yig'indini hisoblasak bo'ladi. Bn barobar B1 ko'paygan q'ni n minus 1-inchisi. Shu formadan hisoblaydigan bo'lsak, Bn o'rniga 81 ni teng B1 1 taqsim 9 ko'paygan q 3 ga teng 3 ni n minus 1-inchisi. Hisoblab oladigan bo'lsak, 9 ko'paytiruv bo'lib chiqadi. Nima hosil bo'ladi bizlarda? 729 teng 3 ni n minus 1-inchisi. Demak, 3 ni 6-inchisi 729 ga teng. N minus 1 teng 6, n teng 7. Demak, shu yerda 7 ta hadi bor ekan. Biza S7 ni hisoblashimiz kerak. Nimaga? Chunki 7 ta hadning yig'indisi. S7 teng B1 yozaman formulani ko'paygan q'ni 7-inchisi minus 1 taqsim q minus 1. Shu formuladan foydalanamiz. B1 bizlarda 1 taqsim 9 ga teng. Ko'paytiramiz q'ni 7-inchisi q 3 ga teng. 3 ni 7-inchisi minus 1 taqsim 3 minus 1 hosil bo'ladi. Hisoblab oladigan bo'lsak, 3 ni 7-inchisi 2187, 1 ni ayirsa 2186. 1 taqsim 9 ko'paygan 2186 taqsim 2. Bularni qisqartiradigan bo'lsak 1093. Demak, javobimiz bizlarda 1093 taqsim 9 hosil bo'lar ekan. 1093 taqsim 9 yuqoridagi yig'indini javobi. Misol tushunarli bo'ldimi? 1093 taqsim 9. Xo'p, xuddi shunaqa misollar bajarsangizlar bo'ladi. Ma'lumotlar ko'p. IDC kitobda, milliy sertifikat imtihon savollari kitoblarida aynan progressiya mavzusidan bitta arifmetikdan, bitta geometriyadan imtihonda tushadi. O'sha milliy sertifikat imtihonda. Xo'p, keyingi misol bizlarda, keyingi mavzu desak bo'ladi. Geometrik progressiyada arifmetikda bo'lmagan bitta narsa bor. Ya'ni cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Xo'p, mavzu kichkina, demak cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Xo'p, bu nima bo'lishi kerak? Cheksiz kamayuvchi. Cheksiz kamayuvchi sharti berilgandan keyin bizlarda progressiya to'liq kamayib ketishi kerak. Ya'ni ortmasligi kerak, progressiya o'sha to'liq kamayib ketishi kerak. Misol uchun, masalan, bitta ketma-ket oladigan bo'lsak, 8 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 plus va hokazo. Mana shuni hisoblang degan misol keladi sizda. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya misol bo'la oladi bu. Ya'ni n hadlar soni ma'lum emas. Yozib qo'yaman. N
mavjud emas deyman. Ya'ni xadlar soni mavjud emas bo'ladi bunda. Chunki cheksiz deyapti, n mavjud emas. Lekin B1 mavjud bizlarda, yuqorida ko'rinib turibdi. B1 8 ga teng. Bu holatda cheksiz kamaytuvchi geometrik progressiyada faqatgina yig'indan topsak bo'ladi. S deb olamiz. B1 taqsim 1 minus Q. Mana shu formula bilan bajariladi. Cheksiz kamaytuvchi geometrik progressiyada n bo'lmagani uchun n ga doir hech qanaqa formulaga da n ga bog'liq emas. S n ham emas, S ni o'zi bo'ladi. Ya'ni yig'indini hisoblang. Bo'ldi. Sizda javobni o'sha cheksiz kamaytuvchi geometrik progressiya bo'yicha ko'rishingiz kerak. Demak, yuqoridagi misolda S ni hisoblaydigan bo'lsak, S barobar B1 8 ga teng. Q ni e'tibor berayotgan bo'lsangizlar, bu yerda ikkinchi xadi nimaga 2 marta kamayyapti. Ya'ni 1 taqsim 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Q 1 taqsim 2 ga teng mana shu yuqoridagi misolda. O'rniga olib kelib qo'ysak, B1 8 taqsim 1 minus 1 taqsim 2. Hisoblab olsak 8 minus 8 taqsim 1 taqsim 2 bizlarda 16 ga teng bo'ladi. Bu nimaga teng ekan? Javobimiz 16 ga teng. Shu misolning javobi 16 ga teng chiqadi, cheksiz bo'ladigan bo'lsa ham. Xo'p, keyingi misolimiz bizlarda ikkinchi misol, yana shu kitobdan bitta misol ko'rsataman sizlarga. Bizlarda 1 plus Xo'p, xuddi shu misolga o'xshab ketadigan misol, ya'ni shu misolning ma'lum qismi. 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 8 plus va hokazo cheksiz ketgan. Demak, bu yerda S topishimiz kerak. B1 1 ga teng, 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 2. Hisoblab oladigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi bizlarda? Xo'p, hisoblab oladigan bo'lsak, bizlarda hosil bo'ladi 1 taqsim 1 taqsim 2. Ya'ni 2 degan javob chiqar ekan. Yuqoridagi yig'indimizning javobi 2 ga teng. Xo'p, bitta narsa qolib ketdi. Cheksiz kamaytuvchi geometrik progressiya bo'lishi sharti modulda Q kichkina 1 bo'lishi kerak. Mana shu shart bajarilsagina bu cheksiz kamaytuvchi geometrik progressiyaga misol bo'la oladi. Ya'ni modulda Q 1 dan kichkina bo'lishi kerak. Bu geometrik progressiya mavzusiga doir misollar edi. Murakkab misollar ham bor. Bu mavzuga doir asosan Skanaviy kitobida ko'rsangizlar bo'ladi. Geometrik progressiya, arifmetik progressiyaga doir. Xo'p, mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zingiz tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Har bir formulaga oid misollarni ko'rdik. Keyingi darsda sizlar bilan, ya'ni 10-sinfdagi ratsional tenglamalar mavzusini boshlaymiz yoki modulni ko'ramiz, mavzular ketma-ketligini. Charchamanglar, keyingi darsda ko'rishguncha.